Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Sharxondamiz. Sharxonda ish jarayonlarimizda sizlarga yana bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu joyimizga 04 listimizdan ajoyib chiroyli, ko'zga yoqadigan fasonlarimizdan bo'lyapti. Hozir sizlarga qayerlar tunakafon bo'layotganini ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, boshladik. Hozir biz Shahrixondamiz. Shahrixondagi tunakafon ishimizni ish jarayonlaridan ko'rsatib o'tmoqchiman. Bugungi sanamiz 1-fevral 2026-yil sanasida turibmiz. Bu xonadonimizni polniy ichkari shapka, tashqari shapka, aylanasiga o'stirma shapkalarni qilib beryapmiz va bitta darvozaxonasi bor. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'cha tomonimiz shunaqa fasonda bo'lgan. Bu yerimizga duolida haligidaqa plastik deydimi, plastinka tushar ekanda, chekalarida o'rtasida bitta bo'lib, shuni hisobiga mana 10 santimetrlik addenniy gul qilib turib, keyin novo 90 gradusli va qosh qo'yib berganmiz. Tarnovi polniy ichkari tashqari bor bu yerda. Tarnov qo'ymaganmiz. Uzunasiga ichkari yu tashqari shapkamiz ofshi uzuni adashmasam 104 metr. Bu tomonlarimiz 60 santimetrli shapkalarimiz. Narigi yonbosh ham 60 santimetr, bu yonbosh ham 60 santimetr. Nariyada 130 li shapkamiz ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Shunaqa fasonda qilib beryapmiz. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta tashqi burchaklarimiz, ichki burchaklarimiz bor. Eng asosiyini aytib o'tsam, hozirgi kunda 2026-yilda tunakafonimizni narxlariga kelsak, 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni yubqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Listimiz yubqa qalinligi deganda 4 xil listimiz bor. 03 bor, 035, 037, 04 listimiz bor. 03imiz eng yubqasi bo'lsa, 04imiz eng qalini. Ikkosini o'rtasida 035 bilan 037 listimiz bor. Shu agarda masalan 04 listdan qiladigan bo'lsak, taxmin qilib aytadigan bo'lsak, 140 ming so'mdan qiladigan bo'lsak, usta haqqi, lesasi, dastavkasi, samarasi, tunakasi shunaqa tayyor holatda keladi. Shu tarnovimiz alohida bo'lgani evaziga bu yerda tarnov qo'yilmayapti. Faqat tunakafon bo'lyapti. Tunakafon va darvozaxonasiga ikkita kosmos qo'yamiz. U kosmosimizdan tashqari bo'lgan holatda bo'ladi. Kosmosimiz alohida bo'ladi. Hozir shu turishida bo'ladigan bo'lsa, mana tunakafon deganda shu chekadan duolgacha bo'lganimiz faqat tunaka ishlatiladi, tarnov qo'yilmaydi. Shunimiz, masalan, например, 140 ming so'mdan dogovor qiladigan bo'lsak, 120 ming so'm yoki 140 ming so'm yoki 130 ming so'mdan dogovor qilinadigan bo'lsa, shu hammasi ichida bo'ladi. Sizdan masalan yaqinroq biz Andijon viloyati Asaka shahrida turamiz. Agarda bizga yaqin joy bo'ladigan bo'lsa, yotoq bo'lmaydi-da, faqat obed, bir mahal obed bo'ladi. Bo'ldi, ertalabda kelinadi, kech payt ketiladi. Shu hammasi ichida bo'ladi. Olib kelinadi, qatiriladi. Xullas sizdan bitta samarangiz ham xudo xolasa so'ralmaydi. Hamma yo'g'ini olib kelinadi. O'zimiz olib kelib, o'zimiz bitirib, hamma yo'g'ini qilib beramiz. Rekasi bormi, samarangiz bormi, lesasi, usta haqqi, dastavkasi, kilesi, nimasi ketadigan bo'lsa, hammasini o'zimiz olib kelib, hamma yo'g'ini shunaqa tayyor holatda qilib beramiz. Hozir sizlarga ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu joyimizni bitgandan keyin ham ko'rsatib o'taman. Bu darvozaxonamiz. Regillari ham polniy yopilib, ko'rib bo'lib o'tib ketadi. Darvozaxonamiz ham ajoyib fasonda bo'ladi. Ichkari o'stirma shapkamiz 1.25, 1.20 joyi ham bor, 1.25 santimetrli joyimiz ham bor. Tarnovdan duolgacha bo'lgan joyimiz
25 santimetrlik shunaqa fasonda bo'lyapti. Qosh qo'yilgan, u peshonasiga qosh qo'yilgan bu joyimizga. Va kobra fasonimiz bitta tushgandan keyin yana bitta tushadi. Pianino bo'ladi, novo va tagiga mana shunaqa narsasi bor, plastinka deydimi. Shuni evaziga shunaqa tagiga ham narsa qo'yib ketilyapti. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sifatli, chiroyli qilib, ko'ngildagidek qilib beramiz. Shu patologiyalarda, bunday qaraganinglarda patologiyalarda pulinglar qoladigan qilib xudo xolasa qilib beramiz. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.